qildi. Boshqacha yo'l topsin deyapti. Agar kimdir sezib qolsa, hammamiz qamalib ketamiz deb tayinladilar. Unda biror boshqa yo'lini o'ylab toparman. Uf. Yana Bahrom telefon qilyapti. Voy. Hozir o'zida to'g'ri tushuntir. Avval biron bahona o'ylab oling. Yaxshisi, hozir telefonni ko'tarmayman. Ha mayli, o'zing bilasan. Lekinchi, zagsdan o'taylik deyotgan bo'lsa, imkon qadar tezroq ishni bitirish kerak. Shunaqa. Ertaga uchrashib gaplashaman. Shunaqa qil qizim. Aytgancha, oyi, menga bugun yana bitta yigit xaridor bo'ldi. Uylanarkan. Qayerdan topa qolding uni? Ko'chadan tasodifan tanishib qoldik. Navbatdagi o'ljami? Ha ish qilib, tagli-tugli yaxshi oilami? Oyi, meni bilmaysizmi? Yigit judayam badavlat ekan. Bir deganda ilintirib oldim. Yaxshi. Raqamimni internetdan oldingizmi? Ha, o'zim keyin qidiraverib charchab ketdim.